Bu narsani hamma anglab yetishi lozim. Doimiylik hamma narsadan ustun turadi. Biz doimiy 100 tadan ortiq smartfonni taqdim etayotgan magazinmiz. Bizni storieslar kuzatinglar. Hozir videoda shu joyda to'xtatinglar-da. Sizga qanaqa smartfon olmoqchisiz va qanaqa smartfonlar qiziqarli? Kommentariyada izohlang. Biz uchun muhim. Keyingi chegirmalar sizlar izohlaring bilan bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugungi 100 ta smartfonni qarshi oling. 17 Pro Max'ni yangida ideal holatda $1270 eksklyuziv arzon narxlar hali oldinda. iPhone 7 Pro 256 100 batareya yangida yesimlargacha o'tgan narxi esa $1215. iPhone 16 Pro Max 256 $855. Ishoning, 855 tugul ertaga 890 ga bunaqasini topa olmaymiz. Bu o'ta sensatsiya. 512 talik radno holatda $345. O'zim 350 dan qimmatiga olaveraman. Shunaqa smartfon bo'lsa. Narxlar arzon, sifat esa yuqori. Aynan sizga $1145 ga iPhone 7 Pro yangida orange rangda. Bu hali hammasi emas. Nafaqat smartfon, balkim bizda Apple Watch Ultra 2 soatini $800 ga xarid qilingan $435 ga oddiy soatni narxiga qilib berishga tayyormiz. Bu soat taqqandan keyin oddiy soat taqqisi kelmay qoladi, ishoning. Ideal holatda 64 GB 96% yangida $210 ga bunaqa yangi iPhone 1 ni tasavvur ham qila olmaysiz. Siz o'ylagandan-da yangi. Aynan yesimlargacha o'tgan $629 ga iPhone 15 Pro. $1380 turadi yangi iPhone 6 Pro Max, lekin 256 100lisini $300 arzon qilib bersam 1080 bo'lar ekan, lekin 1050 ga qilib beraman. Bu haqiqiy arzon narxini his eting. $330 arzon yangisidan ko'ra. Yangida turibdi. 128 GB li 96% $649 ga. Bu sensatsiya narx-ku. $160 ga iPhone XS Max olishni tasavvur eta olasizmi? Biz sizga taqdim eta olamiz. iPhone 1 ni 128 97 batareya bilan $220 ga taklif etaman. Bunaqa narxda bo'lsa o'zim olishga ham tayyorman. Flip 5 512 talik yangi pink rangi, o'ta eksklyuziv. Narxi esa $315 ga. iPhone 11 Pro ni 256 GB li 91% $245 ga. Puliga arzon oladigan model. 64 100% $120 ga iPhone 8 Plus ni 100% hamma joy cho'tki ishlaydigan varianti. iPhone 15 bir emas, ikkita oddiy iPhone 4 Pro dan da arzon narxga 15 dan taklif etaman. Yangidek holatda $485 dan qilib berishga tayyormiz. Atiga $149 ga chegirma narxda. 256 yangida turgan 86% narxi esa $735 ga. iPhone 16 modelimizni 128 94% $575 ga. 11 Pro ni 256 GB li 92% puliga arzon oladigan mukammal variantda $250 ga. iPhone 11 Pro lar bugun juda katta assortimentda $215 ga 64-85% radno ideal holatda. Bu hali hammasi emas. Videoni oxirigacha ko'ring. Eng noyob smartfonlar videoda oxirida keladi. 256 100 batareyali, narxi esa $269 ga. 128 92% yangida $580 ga. 600 dan qimmat kelyapti bunaqalari. 128 96% $630 ga. 630 ga bunaqa smartfon hozir bor, ertaga pul bersizdan bunaqa narxga topa olmayman. Qo'shib bersizdan demoqchiman. S23 ni 330 dan qilib beraman. yesimgacha o'tgan, O'zbekistonda ishlatilmagan, kamerasiga bitta stiklo qo'yilganmi, demak smartfonda egasi o'zini san desa ham buni siz deb ishlatgan. Mana sizga eng ideal variantda S22 Ultra'ni burgundiy rangi, o'ta eksklyuziv variantda. Aynan buni sizga chegirma narxda $395 qilib berishga tayyorman. Qora rangli ideal holatda A+ segmentda $395 ga. Aynan A56 5G smartfoni 8 ga 128 talik, o'ta zo'r holatda $270 ga. A54 modelimiz 8256 salafallar olinmagan, ishoning, $185 ga olasiz. $200 ga men olishga tayyorman shu telefonda. A17 ni yangi varianti, o'zi yangisi 205 bo'lyapti, 150 ga qilib beraman. Bu sensatsiya. $149 ga X9B ni men o'zim ola olmayman, lekin sizga taklif etaman. Bundan qimmat olaman olsam. Hurmatli obunachilar, A5 hozirgi paytdagi aktual 120 Hz ekran, lekin topilishi qiyin bo'lgan modelni $75 ga beraman. 23 Ultra'ni hali bitta nuqta topsa shu smartfonni bekorga berishga ham tayyor bo'lgan modelim. Ideal holatda A+ $495 ga. S23 Fan Edition fanatlarning smartfoni. Qizimaydigan, tezkor, flagman imkoniyati atiga $270 ga.
S24 Plus'ni 445 dollarga 500 dan qimmat sotiladi bu modellar. S22 Dubay regionlisi o'zi qimmat bo'ladi, lekin bizda 229 dollarga. S23 lar aytib o'tdim, arzon narxda 21 Plus'ni 210 ga qilib beraman. S21 larni esa A- larini 180 ga, A Plus'ni 200 dollardan qilib berishga tayyorman. Bizda arzon narxga 49 dollarga shunaqangi 9C modellarimiz ham bor. 60 dollarga A13 modellarimizning ideal variantlari bor. Aynan sizga dunyodagi bardoshli buklanuvchi smartfon, Flip 2 smartfoni, yopilganda elegantni, rangi esa oq rangda, tasavvur qilish qiyin 145 dollarga oddiy smartfon narxida, yangisi 1450 ga ham yo'q bo'lgan vaqtida 175 dollarga S20 Plus'ni ideal varianti, S21 ni A- varianti 190 dollarga, Note 20 ni tasavvur qilish qiyin 185 dollarga ideal varianti, Red Product rangda 195 dollarga S21 Fan Edition, Snapdragon 888 8 operativkali varianti, S22 qora, hattoki salafallari olinmagan, islomiy yashil, to'lin oydiy oq rangda, xohlagan rangingizni chegirma narxda 255 dan qilib beraman. Bunaqa sifatni siz boshqa joydan topa olmasligingizga ishonib zakaz berishingizni so'rayman. Men berayotgan taklif O'zbekistonda yagona Flip 6 modellari, bu bardoshli buklanuvchi smartfonlardir. Chegirma narxda sizlar uchun atiga 400 dollardan qilib beraman. Biz sizga Note 20 beramiz, Ultrasini beramiz, oq rangda beramiz, ideal holatda beramiz. Aynan bu qora rangli va oq rangli Note 20 Ultralarda chegirma narxda 285 dollardan A Plus'i, A-265 dan qilib beramiz. Va bu smartfonlar bilan sizni albatta rozi qila olishimga ishonaman. Biz sizga yangi 17 Pro Max'larda, eng arzon narxda 17 Pro'larda, A17 Samsung'larda, Redmi Note 15'lar, xullas hamma modelda optimum narxdan arzon narxda qilib berishga va'da beraman. Kun davomida House Mobile'ni tanlang. Smartfon borasida albatta sizni rozi qila oladigan darajadagi kuchga ega bo'lgan magazin biz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.